Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati O'rtacho'chiq tumani Kempexva mahallasidan 13,5 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Ochiq dala yonida, ko'chalari juda ham keng bo'lgan. Fasad 24 ga 57 metr. 7 ta 8 ta xonadan iborat. Har bir xonadonga alohida kiriladi. Hovlisini ko'rsanglar bo'ladi, juda ham keng hovli. Kirganimizda bu yoqda 2 ta xona alohida. Asosiy uyimizda 3 xona va bu yoqda yana oshxonasi bilan yana choy ichadigan tomonlagan xonasi. Bu yoqda orqa tarafdan ham alohida xonalar qo'yishgan. Bu yerga kelib 3 ta 4 ta oila bemalol yashasanglar bo'ladi. Hammom ishlab turibdi. Bu yoqda agorod qilsanglar bo'ladi, molxonasi. Juda ham keng bo'lgan hovli. Bu joyimiz Orientira Food City'ga 5 kilometr joyda turibdi. Nurafshon To'ytepa shahriga 9 kilometr joyda joylashgan. Bu joyimizga egalari $120 ming so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda egalarning nomerini qoldiramiz. O'zlariga aloqaga chiqib, batafsil narxidan yana kelishsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, like, podpisatsiya esdan chiqmasin.